He, og'ayni, qo'ysangchi. U Abboslar endi bunaqa davralarga kelolmaydi, og'ayni. Abbos. Abbos, yaxshimisan jo'ra? Shoh, yaxshimisan jo'ra? Ko'p kutib qolmadingmi? Yo'q jo'ra, bugun qiladigan ishlarimiz ko'p. Ketdik. Nima Oltoydan bezib pulni bermay yuribsan? Labzing bormi, mujik? Senga problema kerakmi yo'q? Qachon berasan pulni? Shoh uka, necha oydan biz qochib yuribsan? 6 oy bo'ldi qarz olganing. Qachon berasan? Yurasanmi shuni? Aka, ozgina o'zingiz bo'lsang, iltimos. 6 oy bo'ldi qarz olganing. Abbos bo'ldi. Aka qilib beraman. Aka, qancha qarzi bor o'zi? 500 qarzi bor, 500. Ha, aka, bunchalik emas-da. Böyle ekan-ku mujik. Sog' bo'l uka. Do'stim, uzrda. Hech qisi yo'q do'stim. Xijolat bo'lma. He, Komil, o'sha payti yomon bir shoh bola eding-da. Shoh to'g'rimi? Ha. Nimani o'ylab qolding sen? Bitta narsaga chaqliq bo'lib qo'ygan. Menga duo qilinglar endi. Bor ekan joylarim bordi. Ha, o'tir, o'zi hozir kelgan bo'lsang. Boshqa safar bemalol o'tiramiz. Qani ayt. Mayli. Ilohim, do'stligimiz abadiy bo'lsin, og'ayni. Abbos, horma jo'ra. Tasha.